Bugun Ispaniya chempionatining eng qiziq ikkita o'yinini ko'rib chiqamiz. Celta Osasuna va bu joyda Barcelona Atletik o'yini bor. Aytgancha, bu o'yinlarning tahlillarni va shunga o'xshash statistika analitikalarni Telegram kanalimizdan birinchilardan bo'lib topishingiz mumkin. Silka opsiyada. Va bu joyda biz tanlov qilishga shoshilmaymiz, chunki Celta Osasuna o'yinida ham qizg'in bahs bo'lishi kutilmoqda va Barcelona Atletik o'yinida Barcelona favorit bo'lsa ham Atletikni unutmasligimiz kerak. Birinchi navbatda har doimdek o'yinlarni qisqa lo'nda sizlarga tahlil qilib beraman. Keyin undan keyin videoning oxirida aynan yakuniy ekspressni yig'sak bo'ladi o'yinni tahliliga qarab. Va shunga o'xshash svejiy informatsiyani hali aytib o'tdim, Telegram kanalimizda bo'ladi. Qiziq bo'lishingiz mumkin. Va bizda birinchi o'yin Celta Osasuna o'yini. Celta Osasuna o'yinida bizda qizg'in bahs o'tadi, ya'ni ikkala jamoa ham yaxshi o'yin qilishi mumkin. Bu joyda Celta o'z uyida o'ynashini hisobga oladigan bo'lsak, albatta to'p bilan nazorat qilishni yaxshi ko'radi va albatta hujumga o'tib gollar urishga imkoniyat yaratishi mumkin. Va bu joyda Osasunani ham kuchsiz jamoa deb olish kerak emas. Ular ham Celtaga qarshi yaxshigina qarshilik ko'rsatib, albatta qo'shimcha hujumlar yaratishi mumkin bo'ladi. Misol uchun o'yinni boshlaganda Celta tashabbusni o'z qo'liga olib gol uradigan bo'lsa, Osasunani o'yin ustida ochilib, albatta oldinga qarshi hujumlarni birma-ketdan amalga oshirishi mumkin. Yoki Celta hujumga o'tgan paytida Celtani ochiq qolgan bo'y zonalardan Osasuna harakat qilib gol urishga intilib ko'rsa bo'ladi. Agarda Celta birinchilardan bo'lib gol uradigan bo'lsa, unda Celta himoyaga ham yotib olishi ham mumkin. Shu sababli har xil kutilmagan ssenariylar bo'lsa kerak deb o'ylayman aynan mana shu o'yinda. Va bu o'yinda biz mana shunaqa holatlardan keyin aynan bittasi g'alaba qozonadi deb aytolmaymiz. Shunchaki bu joyda ikkala jamoada ham imkoniyat bo'ladi va ikkalasi ham gol urishga harakat qilib ko'radi. Va shu sababli ham agarda bu o'yinda 1-1, 1-0 yoki 1-2, 2-0, 0-2 hisoblari bo'ladigan bo'lsa ham albatta bizning tanlovimiz uchun juda foydali bo'ladi. Va shu sababli endi aytib qolaman, bizning tanlovimiz bu o'yinda umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p va mana shu tanlovimiz ishlashi uchun, masalan, Celta 2-0 yutadigan bo'lsa ham yoki Osasuna 2-0 yutadigan bo'lsa ham aynan mana shu tanlovimiz bemalol ishlaydi va hisoblarni hali aytib o'tdim, aynan mana shu hisoblar bo'lishi kerak. Bu tanlovimiz ishlash uchun. Ya'ni shu hisoblar bo'lsa yetadi. 1-1, 1-0, 0-1, 2-0, 2-0-2 yoki 2-1 hisoblari. Va umuman biz aynan mana shu tanlovga keldik, chunki bu joyda ikkala jamoada ham imkoniyat borligini hisobga oladigan bo'lsak, ikkalasiga ham majburiy gol urishi kerak degan shartni qo'ymadik. Shunchaki 0-2 hisobida Osasuna yoki Celta yutib qo'yadigan bo'lsa ham bizning tanlovimiz ishlaydi. Demak, ikkinchi o'yin bizda Barcelona Atletik o'yini va bilib turibsizlar, bu joyda yaqqol favorit Barcelona jamoasi. Lekin bu joyda Atletikni ham esdan chiqarmaslik kerak. Kelli birinchi bo'lib Atletik haqida gaplashsak. Barselonani ko'pchilik biladi, shundoq ham. Bilasizlar, Atletik jamoasi La Ligadagi eng noqulay raqiblardan biri hisoblanadi. Bilbao shahrining komandasi, chunki paytida Atletik Barselonaga, Villarreal, Real Madridga qarshi o'ynaganda juda noqulay o'yinlar qilib kelgan. Himoyaviy kontratakada o'ynashardi va ba'zida Real Madrid va shunga o'xshagan kuchli klublarni ham yutib qo'yishga erishgan. Va imkoni boricha Atletik mehmonda o'ynashni hisobga oladigan bo'lsa, raqibga bosim berishga harakat qiladi va ular ham to'p bilan ko'proq nazorat qilishga intilishi mumkin oldinga borgan holatda. Kontratakalar qilib, himoyada avtobus qo'yib, shunga o'xshagan o'yin qilsa kerak deb o'ylayman. Va bu joyda Barselonani o'z uyida o'ynayotganini va favorit ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, baribir Atletikka qaraganda, Atletik qanaqa o'yin qilishdan qat'iy nazar, Atletikka qaraganda ancha ustun va kuchliroq. Va shu sababli ham Barselona o'yini boshlarida bir nechta gollar ursa kerak deb o'ylayman. Agarda gol uradigan bo'lsa, unda Atletik oldinga intilishi mumkin, agarda himoyaviy o'yin qilayotgan bo'lsa. Yoki bo'lmasa Atletik Barselona oldinga o'tgan paytida bo'sh zonalardan harakat qilib ko'rsa bo'ladi gol urishga. Agarda birinchi bo'lib gol urish ham juda muhim. Birinchi bo'lib qaysi taraf gol uradigan bo'lsa, ikkinchi tarafni o'yini uslubini o'zgartirib yuborishga majbur qiladi. Masalan, Barselonada agar gol bo'ladigan bo'lsa, birinchidan bo'lib unda Atletikdan ham biz ochiqroq o'yin ko'rishimiz mumkin. Uzun ma'noda qisqa lo'nda qilib cho'zib o'tirmayman. Bu o'yinda Barselona g'alabasini biz kutib turibmiz va ikkinchi tanlovimiz bo'yicha bu o'yinda juda ko'proq gollar, yana ko'proq gollar bo'ladi ikki taraflama. Misol uchun 2-0, 3-0 shotlari bo'lishi mumkin yoki 4-2 shoti bo'lishi mumkin. Va shu sababli ham ikkinchi tanlovimiz umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p bo'ladi aynan mana shu o'yinda va biz Barselona g'alabasini kutib turibmiz. Agarda misol uchun Barselona 2-0 yutadigan bo'lsa ham yoki
4-2 yutadigan bo'lsa ham, aynan bu o'yinda bizlarning tanlovimiz o'tadi. Eng asosiysi shu shotlarni bo'lishi, Barselona foydasiga bo'lishi juda muhim. Agar shu shotlar Barselona foydasiga bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizlarning tanlovimiz o'tadi. Agarda Atletik foydasiga o'yin hal bo'lib qolgan bo'lsa, unda biz aynan mana shu tanlovni amalga oshirolmaymiz afsuski. Shu sababli ikkala o'yin muhim, kuzatib borish kerak. Chunki Atletik va Barselona o'rtasidagi o'yinlar ham juda yaxshi ommaviy o'yinlardan biri bo'lgan La Ligada va markaziy o'yinlardan biri desak ham bo'ladi. Va shunaqa qilib biz endi yakuniy ekspresslarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, yana bir marta qaytarib o'taman. Celta Osasuna o'yinida ikkala jamoada ham albatta imkoniyat bor va umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p. Ikkinchi o'yinda esa Barselona Celtaga qarshi o'ynasa, bu o'yinda Barselona g'alabasini kutib turibmiz va 1.5 tadan ko'p gol bo'lishi kutilmoqda va biz mana shunaqa tanlov asosida ekspress qildik. Ikkalasi ham juda qiziq o'yin o'tadi. Barselona bu joyda o'z uyida o'ynaydi, favori jamoalardan biri va bu joyda Celta Osasuna o'yinida ham ikkala jamoada ham imkoniyat teng desak bo'ladi. Himoyaviyroq bir-biriga qaraganda, ham bir-biri bilan ehtiyotkorona o'yin qilsa kerak deb o'ylaymiz. Va aytgancha shunga o'xshash prognozlarni, albatta tahlillarni, statistikalarni Telegram kanalimizda ko'rib olsanglar bo'ladi, ссылка opsiyada. Va aytgancha bu ekspresslarimiz bo'ladimi, tanlovlarimiz bo'ladimi, tahlillarimiz 100% ishlaydi deb biz garantiya bermaymiz. Shunchaki biz jamoalarning oxirgi o'yinlariga va tarkib jihatidan, natijalariga qarab aynan mana shunaqa tanlovga kelamiz va shu sababli o'yinni yana bir bor o'zingizlar kuzatishingizni tavsiya qilamiz. Chunki o'yinda bittagina xato bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa o'zgarib ketishi mumkin va imkoni boricha 2-3 ta ekspresslar bo'ladigan bo'lsa, ularni bitta ekspressga, ya'ni 2-3 ta tanlov bo'ladigan bo'lsa, ularni bitta ekspressga tiqmaganlar ma'qul deb o'ylaymiz. Bir shunaqa yengillar imkoni boricha sodda qisqa qilib, lo'nda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa like bosing va bizani kuzatib borishda davom eting. Ko'rishguncha